Adina degan bir nimnochi 6 yoshga kirgan bolasi bor ekan, xotin-kan, xotin. Sening dadangchi? Apam bana dadam ölüp ketdi degan. Men bilan artilashqanға to'ya taza. Men seni yer bilan yeksan qilib o'tmaydigan bo'lsam, Mardan degan cho'p mening. Voy, keldingizmi singlim? Kamilacha yaxshimi? Yaxshimi olmaqsinglim? Voy, oldin qitim siz menga bergan ballikchi bak yaxshi-ka. Bilimni inchik qilib, shunda payz qilib emasmi? Shun yaxshi narsa maxfiy qolmasin deb, men butun urug' tuqqanlarimga men aytsanlarim birdan sovuq qilay deb sizni chaqirtishim. Ay rahmat Kamilacha mushizlik deganingizga deganlaringizni anglab shunda xush bo'ldim. Amsichu men aloqalash nomerimni inkasrayni qoldirib qo'yman, men bilan aloqalashsam bo'ldi. İşleriniz ro'naq deb kelsa olmaqsinglim. Rahmat. Haris Kamilacha, sizning telefonda okangiz to'g'riliq yetkazgan bir ishki xabar bor degandingiz. Nima xabar? Voy, singlim, cho'ng xabar bor deyman. Ilqi Adina degan bir nim bor-ku. Akangizni ozdirib o'tiribdi. Akangiz qancha diqqat qilib qo'ying deyman. Ozdiryapti-ku? Ha. Qanday deysiz? Voy, siz bilmaysiz deyman, umaqsinglim. Adina degan bir nimnochi 6 yoshga kirgan bolasi bor ekan, xotin-kan, xotin. Uchu ayni vaqt muhabbatini deb maktabdan qechib, butun uydagilarni tashlab, qusqida qilib, anadagi uyga qaytib ketdi. Muhabbatini tashib ketgan. Shu ishni deb bechora opasi mishta daddatib o'lib ketibdi. Sizning akangizni qo'g'ilishayotgan uchun shundoq opasining beshig'i chiqqan razil bir nima. Diqqat qilib qo'ying deyman singlim. Siz soxtu Kamilacha, ha? Buyum degan. Men sizga gap qo'yay. Adina achamning opasichi o'tuluq o'tir maktab vaqtida kasal sababidan tugab ketgan. Siz axborot yetkazishdan burun xabarni sal to'liqroq anglab yetkazasiz juma. Men sizga gap qo'yay. Men bu xabarlarni sizdan burun anglab bo'lgan. Sizning bu yerda menga yetkazishingizning mavjudi yo'q. Chunki aka degan mening. Sizchi tul ularning keyin gap tepib, ularni ayirib etma deb ham xiyol qilman, uqdingizmi? Yılg'u Adina acamning 6 yoshga kirgan bolasi aka 60 yoshlik nevarasi olsunmi, siz bilan hech qanday aloqasi yo'qdi. Sizchi qarang tul bu yerda ularning keyin gap tepib, ularni ayirib etma deb ham xiyol qilman. Filmning davomini O'zAvoz salonidan ko'ring. Salon nomi Biz O'zAvoz.